Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpischiklari. Urdu Uinstiandan joy qarabilgan muxlislarimiz uchun 420 kvadrat hovli joyimiz sotuvga qo'yilgan ekan. Do'stlar, shuni ko'rsatib o'tamiz. Enan ko'ringlar. Kameralar ham qo'yilgan, video namoyishlar. Ikki yonboshqa eshikni oldina ham yonbosh taraf pojarniy xotona. Bu tarafda yana pojarniy xotdan giradigan eshiklar ham bor do'stlar. Yana shu yerda pojarniy xotdan giradigan eshiklar ham bor. Eldilar stechka bo'lgan do'stlar. Noyisda etilingan. Bu hovli joyimizda darozalar ham qo'yilgan, toza darozalar. Bu tarafda yana rishotkalar ham qo'yilgan oldina. Belli stechka olib turibdi, bir topchan qo'yib dam olib o'tirgan yerlar. Mesela do'stlar, chanlar bilan tanishib o'tamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Xonadonimizga kirib kelgandan chap tarafimizda rakovina mestasi bor ekan do'stlar. Chap tarafında rakovina mestalari. Patologlarimiz gipsokardondan figura bo'lib o'rtasına tejamatilgan, lyustralar qo'yilgan. Tok uch eshikları camda, avtomatlarining Wi-Fi ham o'tib turibdi, tayyor olib. Eshiklari shunday MDF eshiklardan qo'yilgan, koronalı. Hem biri almashgan. Polumuz laminat pol, iyi topli pol ver. Girganimizdan chap tarafimizda spalnimiz bu. Registrlar ham yaxshisidan qo'yilgan ko'ringlar do'stlar. Akvaplastik aynalar qo'yilgan. Fon berilib turibdi xonamizga. Polumuz taxta poldan. Pollarımız. Patologumuz plastikten qo'yilgan. Bu xonamizdan doğru çıksak, registrlar ham tashlab o'tilgan topli poldan ham Pilus tarafı. Bu tarafımızda ham spalnimiz bu do'stlar. Girgandan shunning görünüşte fon berilib tutilgan, registrlar qo'yilgan, plastik aynalar qo'yilib, podagonliklar ham meni chiroyli etib qo'yibdilar. Patologlar shunning görünüşte fon berilgan, mebellar qo'yilgan, tayyor holatida turibdi. Doğrumalı qaragan xonasi bu, ikkisi spalni. Keyingi xonamizni ko'rsak do'stlar. Zalimiz bu. Zalimiz ham patologlar gipsokardondan figura bo'lib bezatilgan, natijada patolog o'tirilgan o'rtasi. Pollarimiz taxta poldan, fon berilib, однотонный fon berilib o'tdi yine. Biri ikki registr tashlab o'tganlar do'stlar. Aynaları akvaplastik ayna, rishotka ham qo'yilgan Pilus. İkinci zalımız bu yana. Bir yerimizde aboy bulgan. Registrlar tashlab o'tilgan, pollar taxta pol. Patolog ishinin görünüşte do'stlar. Bu yerimiz aynamız taxta aynadan. Hovlimizdan, dalanımızdan girip barışta doğruda bir yerde bir üstel göğsü koyup verseniz çay içip oturdan yerden bir registrlerin tazasından koyulgan, nastenli kaçollar ham koyulup, reduktorlara koyulup, tayyor holatında turibdi dening do'stlar. Xonadonimizda hali yaşalmagan. Bir yerde bir detski komitet koysanız da bo'ladi do'stlar. Shunday görünüşten komitamiz aboy urilgan, patologları plastik patolog. Aynaları akvaplastik, Pilus rishotka ham tashlab o'tilgan qo'yib. Polimiz taxta pol bir. Böyle doğrusunda kuxnyamiz bu.
Kuxnyamiz moy şavoydan koyulgan yaxşısından. Mebellerimiz hali paket ishlatilinmagan. Hamma narsasi tayyor bitishkalar koyulgan, aristollar koyulup, beyağımızda yine avtomatla tashlab o'tilgan do'stlar. Doğrusuna girsek, sanatçılığımız polo kafir, da patolka kafiletilingen. Tarada düşün, edilni sanatçılık var, evlesi, mümtaz. İki mümtaz tashlab birisini tarada edilen, birisini nasıl. Montajımızda post şişesi tashlab o'tilgan. Bitishgan koyulgan pilos. Hali vereyinin hamma narsa paket halında, toza halında tuttu. Vereyinin kilsaradan olarak koyup o'tilgan. Her halatında tuttu do'stlar. Doğru gelip yaşayalım. Vereyinin reduktorları çöplük olma. Şimdi dostlar, beyanını bu tarafını gösterip edemiz. Bu tarafından çıksa şimdi tapşan koyalım, yer etip koyup bula bir nezayip etip. Ayağından bir barbekü etip verseniz buladı yanından. Bir yerinde yine meyveli daraklar, ziloni zonası bu. Steşki etilingen. Bir yandan yine Pajanlikot'tan girip gelen eşkimiz. Bir yanımızdan bir ağzına takıya vereden işi varken Leytin tuvaletleri. Şimdi görünüşteyim dostlar. Arka tarafından. Arka fasadı şimdi görünüşte. Steşki etilip tuttuk kurgoy. Şimdi görünüşteyim dostlar. Bak tarafı. Dostlar şimdi pulundan yesek, xanadonimizda egasi 1 milyard 200 milyon deb turibdi. Kelishadigan yeri bor do'stlar, ozgina. Ekranlarda nomerlarni qo'yamiz. Telefon etsangizlar kelib gaplashib ko'rib olaverasizlar o'zingiz do'stlar. Mesela like bilan podpiska yoddan chiqarmanglar do'stlar. Like podpiska etib borsangizlar, şimdi bir chiroyli fayzli xonadonlarni ko'rsatib borsa harakat edamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Yana bir eslatib o'tsak bir gapni, kimda kim uy joyini sotmoqchi bo'lsa yoki olmoqchi bo'lsa, ekranlarda nomerlarni qoldiramiz. Murojaat etsangiz do'stlar, topib uy sotib olamiz. Esa keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.